Assalomu alaykum va rahmatulloh. Madinadamiz. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam oldilariga salom berishga kirib ketyapmiz. Shu videoni ko'rib turganlar barchalarga tezkorlarda kelishdik. Nasib ro'za aylasin. Madina-i Munavvarada kelganlar endi eng yaxshi vaqt bu 8:30 bilan tongi 8:30 bilan 11 gacha bo'lgan vaqt oralig'ida kelsalaringiz hamma joylar boshqacha odam bo'lmaydi. Xotirjam kirib salom berib, keyin yaqinidan kirib salom berib chiqasizlar. Salom eshigi odam kam bo'lish sababi ham ko'pchilik bundan sankin dam olgani mehmonxonasiga kiradi. Bismillahirrohmanirrohim. Hozir Bondoddan keyin soat 10 gacha Ravza-i Mutahharoda ayollar vaqtida. Ko'rib turganlar pardani bu tomoni Ravza-i Mutahharo deydilar. Madinada minbar. Bismillahirrohmanirrohim. Mana ko'rib turganlar faqat odam boshqacha ko'pmas. Ko'rib turgan joylaringiz Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning mehroblari bo'ladi. Meni mehrobim bilan uyimning o'rtasida bir jannatdan bir bog'cha bor degan joy xuddi mana shu joy. Shunaqangi kalaskada kelsak qiynalishmaydi. O'zini yo'lagi bo'ladi kalaskani. Addini o'sha kalaskada yuradiganlar uchun. Hozir mihrobning orqa tomoni. Madinada ham 5 mahal namozli imom ushbu mihrobda imomlik o'tib beradi. Imkon boricha kirganda asta sekinlik bilan boshqacha so'zlashsiz ko'p salovat aytib birinchi
Eshik payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'tgan joylari. Ikkinchisi Abu Bakr Siddiq, uchinchisi Umar ibn Xattob. قال كويس كذا تهيئ السلام عليك يا عمر بن الخطاب. Ketishda ham payg'ambarimizga hurmat ko'rsatib, orqa qilmasdan ushbu holatni ketdik. Yana bir eslatma, shunaqa kirganda ko'pchilik oyoq kiyimini tepadan tashlaganda baland shovqin chiqadi. O'sha ham ziyon yetkazishi mumkin. Mana bu joy hozir ayollar vaqti. Ravza Mutahharoga kirish uchun, Ravzaga kirish uchun ham tasrih deyilgan skanerli hudud orqali kiriladi. Bu joydan aylanib kirilib, mana bu yerda bu joyda Ravzaga kirish eshigi bor. O'sha salomga kirish uchun eng yaxshi vaqt o'sha aytib o'tgan faqat ertalab 8 dan keyin 10 gacha bo'lgan vaqt oralig'ida ketsalaringiz shunaqangi xotirjamlikda chiqasizlar. Salom eshigidan chiqishimizga bu tomonda Baqiy qabristoni. Bu qabriston ertalab kirmoqchi bo'lganlar uchun ertalab bomdoddan keyin asrdan keyin eshiklari ochiladi. O'sha paytda kirsalaringiz uyga qolasizlar, qolgan payt kirgizmaydi. Faqat erkaklar kirgizadi kirgizganda. Mana bu joyda bular zamzambas chanqaganda ishsiz bo'laveradi. Buni orqasida tahorat qiladigan joylar bor. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Video manfaatli, foydali bo'lgan bo'lsa, yaqinlarga ulashib, ularni ham tezliklarda chaqirib qolamiz.